Lujishin Liangshan ko'ldikilar bilan Fangla o'tirib gecang boshlangan vaqtda nima uchun bu yerda tuyuqsiz qaytib ketadi? Ya'ni Wuteshandagi ibodatxonaga chiqib rahib bo'lishni tanlaydi. Bu buyda haqida. Hamda oldingi sonda men degandek bu yer Lujishin Liangshanga chiqib yüz o'ylagandek bir yaxshi turmushga erishamidi. Bu yer kishilarning yüz o'ylagandek emasligini his qildi bu Lujishin. Hamda Lujishinning burundan tortib mijozni qarasak, bu yer kishilar o'ziga yoqmasa o'zgartidi. Namada o'zgartamasa bu yerni tashlab ikkinchi bir joyga ketadi, hech nimaga tortishmaydi. Hamda ikkinchidan bu yerda buning do'sti yo'q dedi. Uningki Linchungmu qon qusib o'lib ketgachga buning hamda tortishqidek odammi texmi qolmadi bu yerda. Barbara yolg'iz qoldi bu Lujishin uchun ish va jang qilma desa Lujishinni chaqirdi. Piyodalashlarning hammaning oldida jugatdi. Ish yo'q chaqda buni hech kim izzatni qo'ymaydi. Uchinchidan o'rdiq al bo'lish buning ko'nglini texim sovutib etdi. Shunami boshlig'i bo'ptilar mayli degan. Lekin qarasa bularning niyati durust. Bular jonni tikib kelgan bilan ordining bularga olgan niyati durust emas. Bularni yenili o'gay chidavatdi. Bunda ishqa sunjang chidigan bilan bu yerga Lujishin qat'iy chidamaydi. Shunaqa to'rtinchidan bu jangning xarakteri bag'anch o'zgarib ketibdi. Qarasanglar bu Fangla tarafdagilarni mushundaq bir batur, mard, azmat o'g'lanlar. Dastlabki Zungtur shahriga Chibingung tiriktish bu vaqtgi jangga hozir o'xshamay qoldi bu ishlar. Ham bu yerga bu begunoh xalqmi bu jangga so'rilib kirdi. Ularningki uy vaqtlari yo'q bo'ldi, balay vaqtlari o'ldi degandek. Shunami? Ham Lujishin bular qarab chidimidi. Ham bu Fangla tarafdagi mard azmatlarni o'ltirgisim kelmadi hamdi. 5-dan ham bular g'alba qildimi deyli Fanglarni yo'qdi. Lekin g'alba qilsa Lujishinga nima foyda? Bu Lujishin aslida amal tutish bilan xush yo'q bir odam. Boshqurilishni xohlamaydi. Ham bu royiblikning qo'l urib bo'lgan. Bu yerda amaldan bulanmaydi. Shuning uchun bu g'alba qismi buningga ko'p foydasi yo'q bu yerda. Endi ya bir Liangshanga yuzalg'iz qaytib ketolmaydi, shunami? Shunga bu yerda Lujishin o'yla oxiri voz kechdi. Hammadan mushu bir qancha turli sabablar tufaylidan jahondan royandi Lujishin. Royiblikning o'ziga eng yaxshi yo'l ekanligini his qilib, jahonni tark etib, Wuteshandagi ibodatxonaga chiqib, qaytlardan rasmiy royib kalam bo'lib ketdi hamdi. Lujishinning mijozining ochiqligi, mardligi, muhabbat nafratining aniqligi, bo'libmi mahoratning yuqoriligi, kuchtingirligidan men eng yoqtirdig'ini mana shu Lujishin. Sizlarchu undaqda keyingi sonda bu Liangshandagi qaysi polvon to'g'riliq anglag'inglar bor. Pingning uchun rahmat. Shu buyda haqidagi mazmun qiziqadigan do'stlar, meni qo'shib olishni unutib qolmanglar. Rahmat.